Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. Vaqa və mülahiza proqramımızın 32-ci sanlı görüşlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli görmədlərimiz, həmalağı məlum bolğandək bu proqramımızda biz davamlıq yeni gün tərtibdəki hər qanday bir məsələ oturuğa çıxanda bulubmu vətənimizə, Şərq Türkistanğa, millətimizdən bugünkü davayımızğa əlaqədar yeni məsələlər oturuğa çıxanda şu sahanın mütəxəssislərini, alimlərini təklif qılıb vaxtı-vaxtıda söhbət qılıb, analiz qan şəkildə, mülahiz qan şəkildə söhbət qılıbatımız. Bugün şunun cümləsindən tünügün elanımızı bəgəndək nəhayət mühim bir tema toxtulğanlığımızı elan bəgəndik. O bolsa Amerikanın yeni xavfsizlik strategiyası və Şərq Türkistan mavzusu da proqram qılğanlığımızı elan qıldık. Qimmatlik mehmanim, bugünkü mehmanim Şvetsiyadan qatnaşıb atıdı. Xalqara Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliği Avropa Taşqı İşlər Məsulü Necat Turğun əfəndim. Bugünkü söhbətimizdən mehmani qimmatli vaxtını çıxarıb qədəm təşrif qılıb gəldiyi üçün, ziyarətimizi qəbul qılğanlıq üçün köpdən-köp rəhmət etdiniz aldılar. Mən sizlərə rəhmət etdim. Rəhmət. Qadirli görmədlərimiz, proqramımız YouTube və Facebook kanallarımız arqalıq Naq Meydandan tarqıtılıb atıdı. Ekranlarda çıxıb duruyatqan nömrümüz arqalıq. Numarımız və ictimai fikir vasitələrindəki əlaqə vasitələrimiz arqalıq proqramımızға əlaqədar hər qandaq fikir təklif bolsa, berişinlərini, suallarına bolsa, soruşunlarını ümid qılımız. Şundaqla köplügən qayırnaşırımızdan paydalanış üçün həm bəhərləb qoşunu, həm unutmağa istər. Onda olsa, bir vasitə proqramı kirib kəssək, hörmətlik icad əfəndim. Əmmizgə məlum, biz məluvətdə gündəlük xəbərlərimizdə bütün yeni məsələlərini tanıştırıb kelivatımız. Tünügünkü həftəlik xəbərimizdə birinci xəbər qılıb bədiq bu Amerikanınki 12-ci oktyabr yeni dövlət xavfsizlik strategiyası elan qıldı 48 bətlik. Muşunu umumi cəhətdən siz qandaq bir mülayiz qıldınız bu qətimqi. Əlbəttə bizning məsələmiz alayət tilgə ilində bu yerdə. Xitayğa cəza berishga tirishdiganligi haqida. Umumiy jihatini old bilan bir qarab chiqqan bo'lsak, siz qanday qaradingiz bu qatimqi strategiyani? Assalomu alaykum. Oldi bilan ekran oldidagi barliq qarindoshlarga o'tliq salomimni yollayman. Andikin istiqloldagi bu programmani menga meni taklif qilgan barcha qarindoshlarga, ekran oldidagi va orqadagi qarindoshlarga rahmatimni bildiraman. Deganimizdek 12 oktyabr kuni Amerika hükümeti, Biden hükümeti devlet xavfsizlik stratejisini e'lon qildi. Bunun 48 betlik bu hujjatda bundan burun mu Biden nimaga chiqqanki huquq olgandan keyin bir vaqtliq bir stratejisini o'tirib qo'yganda, uningdan Sharq Turkiston masalasi va bugungi dunyodagi kun tartibi bilan o'tirib qo'ygan. Bu dönemkisi qo'ygandan biraz farqli nuqtalar var. Umumiy jihatdan aytgan chaqda dokladninki nemisini boshlanganda o'zininki Amerikaninki dunyo vizyonining nemisini bir o'tirg'a qo'ydi. Ya'ni erkin, uchuq, ya'ni uchuq, bexatar va gullangan bo'lgan bir dunyo barpo qilish debchu. Buni barpo qilish uchun tövəndəki ishlarni qilamiz deb Amerikaninki bugün duş kelayotgan xavflari, Amerikaninki bu xavflar qarta qandaq javob beradiganligi, ananki rayonlar xarakterli qandaq ishlarni qiladiganligi, buning qaysi siyosatlarni, strategiyalarni ep berish kerakligi deb oxirida buni xulosagan holatda deyildik. Buningda diqqat qiladigan nuqtaninki birisi nima degan chaqda bu yerda oldingi Trump hükümetininki qo'ygan nemislar o'xshash bir yeri, bu yerda Rossiya va Xitoyni davomliqtirdi Amerikaga eng xatar yetkazgan Amerikaninki milliy xavfsizligiga ta'sir qiladigan ikki cho'ng davlat degan. Rossiyani bo'lsa biroz qisqa mezgillik deylik, Xitoyni bo'lsa bütün coğrafiyalik jihatdan cho'ng bir uzun mezgillik, ya'ni bir xavf yetkazguvchi bir kuch va bir davlat deb tonigan. Xo'sh. Andan keyin bizda Sharq Turkistonga ham to'xtalgan yerlar bor. Uni birdan turib kiramiz. Xo'sh. Unda qolsa ilgiriki siz eng bir qanchasini bir sanab o'tgan bo'lsak, eng muhim yerlarni ilgiriki hukumatninki e'lon qilgan narsadan bu qatimqini farqli qilgan narsa nima yangi o'zgargan masalan?
Bularni şu eng muhimlerini bir tilgap ötken bolsak. Aldınғы qıtımdan bu qıtımның oxşaşның bir nəsi burunqıdımı Trump hökuməti elan qılğan çağdımı terrorizm Amerikanınki xalqaradakı terror qoğan uruşның axırlaşqanlığı və bundan keyin mustabid hakimiyyətlərə qarşı Amerikanınki dünyanın hər qaysı körəş etdiğanlığını tilgə edib Amerika Xitay rəqiblik münasibətini başlatqan idi. Bu qıtımqı nimədimi terror nimesi emas, yəni davamlıq türdə oxşaş halətdə Amerikaga asosiy tehdit qilayotgan mustabid hakimiyatlar deb bunun da tipik holatda Rossiya va Xitoyni tilga ilg'liq. Ammo Xitoyga bo'lgan tasvirlashda bu yerda raqib so'zini ishlatmagan bu yerda. Aksincha bir raqobatchi shaklda bir ifodalagan, ammo Amerikaningki uzun mezgillik ve geostrategik jihatda Xitoyga Amerikaga shakllantiradigan bir tahdid deb to'nuqliq to'nug'un nimasi var. İki yerde sözün işletilgen nimisde bir fark var. Anandakin aldın qıtımda köp alette Amerikanınki özünün milli nimisini küçünü aşırış, milli terakkiyatını nim qilish, ma'u özünün ittifaqdaş devletlerine bo'lgan hamkorliklar ularga o'rin bermagan bo'lsa, bu qıtımqi hükümet bu qıtımqi strategiyada bo'libmi umumizlik beraber ortak bir güç hasıl kılış, özünki hemkardaşlıkları, oxşaş ideyadaki demokratik devletler, her kaysi halkaradaki institutlar, organlar bilen birlikte alette ortak bu xavften çizgileş, bu xavf karta cevap veriş degендek bu nokta biraz başka aldıdaki stratejiyenin biraz farklı. Anandakin Şərq Türkistan meselesinde mi aldığın qıtımda deyilgen bir iki nokta var. Aldığın qıtımda Şərq Türkistan meselesini Şərq Türkistan'da buluvatkan zulüm de düşündürüp gelip anandakin u yerde Şərq Türkistan meselesindeki bo'lgan narsa Amerikanınki qimmat qarashlarga, xalqaranınki tinchligiga va xavfsizlik nimasiga bir tahdid shakllantiryotdi deylik. Nima qıtımqı degende Xitoyning Şərq Türkistan'da ep beriyotgan, yani u yerda Şinjan'da ep belirlib, u yerda ep beriyotgan irqiy qirg'inchilik ve insaniyet karşı cinayet deb elip kelib, buningki nimasini surishtiramiz deb deyilgan bir yer va anandakin Tibetning nuqtasida aldınғы qıtımlıq nimada bir Tibetni besib elingan davlat deb to'nuqliqdi. Keyingi vaqtdagi nimada Tibet nimasini Tibetdagi inson haqlari dafsanjirkichi deb deyilgan. Anandakin Hong Kong va Tayvan masalalariga o'rtaq onun o'rin berildik. Bu yerlerdeki noktalarda bu rayonlar olan hukum ifadeleşte biraz özgürlüş var aldı kendiki bu iki kıtımlık devlet xavfsizlik stratejisinde. Anandakin rayonlar bu içe nimeni o Xitoyga qarshi turish, bu Amerikanınki kuchini nim qilish deb bir necha rayonlarga nim qiliqliq. Masalan, Amerikanınki bo'libmi bu yerda eng muhim nimasi deb nima rayoni deyilgan Indo-Pasifik rayoni. Bu Amerikanınki kuchi bugungi kelgusining nimasini saqlash uchun erkin ve uçuq bo'lgan bir Indo-Pasifik, Indo-Tinch okean rayonida buni hosil qilishimiz kerak deb buningga qilishga tegishli nurg'un ishlarni tilg'iliqliq. Anandakin Yevropa İttifaqı bilan bo'lgan bu yerdagi hamkorlikni, ittifoqdoshligini buni texim cho'nqirlashtirish Yevropa rayonida. Anandakin O'rta Sharq rayonidagi bu yerdagi nimani tilga olgan va u yerda O'rta Sharq davlatlaridagi bu yerdagi bo'layotgan qalayimqanchiliklar, bu yerdagi to'qinishlarniki pasayish uchun va bu yerdagi davlatlarning o'zaro texim hamkorlashib ishlash uchun nima qilamiz deb bu nuqtadan ayrim bir o'rin bergan. Anandakin Amerikanınki Afrika rayonidagi nimasini faoliyatlarni jonlantiradiganligi, Afrika davlatlari bilan birga Afrikadagi har qaysi organlar bilan ish hamkorlik qilib berib, u yerda Amerikaning manfaati, Amerikaning qimmat qarashini qo'g'daydiganligi, oxirgi bir nuqta bu yangi bo'lgan nuqta u bo'lsa Shimoliy Muzokran rayoni, ya'ni Arktik rayonida buni qo'g'dash ekanligi, buning ichilishidan dunyoning yangi ticari, xavfsizlik ve energiya nuqtalaridan buningki nayt muhim ekanligi, bu nuqtaning bu yerda bir tinch bir Shimoliy Muzokran rayoni hosil qilish kerakligini tilga o'tgan. Ya'ni umumiy mındaq bir jumlaga aytgan chaqda Xitoy bilan bo'lgan to'qinish
aldınqı bu yıl 5-ci ayda Amerikanın tashqi ishlar nemesi Blinken degandekmi biz Xitoy bilan bütün xalqaro bütün global maydonda buningdagi raqobatimiz davomlashadi degandek bu strategiyadami faqat nimada emas har qaysi faqat qimmat qarash ideologiya xavfsizlik nuqtasida emas har qaysi rayonlardami Amerika Xitoy o'rtasidagi raqobatning raqiblikniki munosabatning keskinlashadiganligi va bunun qarta Amerika'nınki belgilik çağrı tedbirlerini edişini planlayotganligini görürüz. Xo'sh, xo'sh. Yuqorida deb o'tganingizdek, shu nimaning oxirida shu biz Xitoy hukumatining Xinjiangdagi irqiy qirg'inchilik va insoniy qarshi turish jinoyati tilga oldingiz Tibet masalasida. Oxirida shu bir so'z bo'lmasa. Javobgarlik tartimiz deb bo'lgankan Xitoy har qaysi davlatlar va jamoatlarga besim ishiltib, ularni jimiqtirishga urinayotgan bo'lishidan qat'iy nazar biz uni jazolashga tirishimiz. Shu tirishimiz degan gapni qanday tushunmaysiz shu jumlani? Endi Amerika'nınki Sharq Turkiston'niki siyosiy coğrafiyalik nuqtadan aytgan chaqda Xitoyning nimasidan bo'lsin bu muhim bir o'rin har qanday kuchlangan bir Xitoy davlati Sharq Turkistonni o'z tutishini ham qildi. Shuning bilan birlikda Xitoyniki ojiz bir nuqtasi bilib ko'riladigan bir rayon endi. Aniki Amerika'nınki tashqi ishlar nimasidami 3 T siyosati var. U bo'lsa Tayvan, Tibet ve Sharq Turkiston deb. Bu Amerika Xitoy bilan bo'lgan nimada kurashda her daim bu üç kartını oynashga tirishdi. Hozir Moğoliston bo'lsin, Hong Kong, Manjuriya qatorliq bir necha nimalar ko'paydi. Ama bu asosiy nima narsalarniki birisi. Sharq Turkiston masalasi her daim 2017'den keyin texmo ciddi bir tuskga kirdi ve Amerika'ningki tashqi siyosatida Xitoy bilan munosabatda izchil bir muhim o'rinni ve xalqaro siyosatda muhim kun tartibini tutib kelyapti. Ve 2021'de kökenimizdeki Trump hükümeti tuncu bulup Sharq Turkiston'da buluvatkan Xitoyning irqiy qirg'inchiligini resmi to'nigan bo'ldi ve shuningga ergishib dunyodagi boshqa g'aribdagi davlatlar ham to'nidi. Ama buningki to'nilish bilan bugunga qadar hech qanday bir davlat Xitoyni xalqaro sudga ve xalqaro jinoiy sudga hech qaysi bergan bir nima bo'lmadi. Aslida davlatlarningki berish nimasi vatdi, huquqi vatdi mesela. Çünkü bunun hakkı vatdi. Basi beralaydi. İsimizde bolsa Erdoğan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya bağlan çağda bir tane Sharq Turkistonlik qarindoshimiz bu meseleni so'raganda nimaga xavfsizlik nimasiga akirish kerak deb deyilgan bir nima var. Buna ait samimiy deyilgan gap. Bugün nurg'unlagan nimalarda mesela xalqaro matbuotlarda Sharq Turkiston masalasi yozilyapti, tushundirilyapti. Ama bunun qarshi rasmiy tadbirlar ilindimi degan chog'da nihoyat az ve yeterlik emas. Ve onundan başka bu irqiy qirg'inchilikni to'xtata oladigan ve buni to'xtata oladigan bir kuchlik bir chora tadbir ilinmadi. Mayli Amerikaning nuqtasidan bo'lsin, mayli Yevropa ittifoqidan bo'lsin, boshqa yerlarda ve nurg'un yerlarda bu tonuluşka texnim bo'lmadi bunda qadamchi. Ama vaqt hisobidan qalsak hozir 5 yil yashib 6-cı yil qadam berib besayotgan bir narsa var. Endi bu narsaninkini davomli bu yerda yezilishi Amerika bu Sharq Turkiston ko'zurini ishlatib Xitoyni davomli turda bu narsani ko'tarib Xitoyni bulunga qistaydigan bunda bir shapini ko'ramiz. Bu Sharq Turkiston qaratini davomli o'ynaydiganninki signalini ko'ramiz. Xo'sh, xo'sh. Endi buningga konkret qanday tadbirlar e'lonadi? Masalan, qulluq emgakning nimasi to'g'riliq bir necha qilindi ve buning icra bo'lish nimasidami undaq bir kuchlik bir ta'sirini ve natijani ko'rmadik. Belgelik bo'ldi-yu, ama bunun qarshi Amerikadagi şirketlarni nurg'un buningga qarshi yuchuqlarni tepib, buning oldini olgan yo'llarni tepiyotdi. Masalan, Yevropa ittifoqidami bu narsani nima qildi? Bu qulluq emgakniki nimasini deyotdi, irqiy qirg'inchiliknikini bo'lish ehtimoli bor deyotdi, qaysi PDT'dan ko'rdik. Nurg'un narsada bu irqiy qirg'inchilikda tonishga nima qilishga bo'lsinmi? Ama meselelerde hiçbir yerde bir konkret bir besilgan kadem yok.
konkret bir siyaset, konkret bir qadam yo'q. Bu bir echinishli ahvol. Xo'sh. Chunki bu qog'ozda nima qilish oson, ammo buni to'xtatish besilgan bir amaliy qadamni ko'rilsa, bu yaxshi bo'ladi. Bu bizning nuqtamizdagi masala. Albatta, o davlatlarniki o'zining siyosiy strategiyasi nimasiga ergashgan holda bir ishlarni qiladi deymiz, ammo bizmi bu jihatda ketkizib qo'ygan narsalarimiz bo'lishi albatta tabiiy bor deyman. Sharq Turkistonliklarniki bu narsani so'ylashda, buni oldiga olib chiqishda, bu masalalarni tanishtirishda albatta xatoliklarimiz bo'lganligi sababidami G'arb dunyosining Sharq Turkiston masalasiga bo'lgan tonishi, buningga olib borgan siyosatlarda yumshoq qadamlarni bosgan bo'lish ehtimolligi bor albatta. Xo'sh, xo'sh. Ya'ni masala bu yerga chiqishning sababida bizningmi bir kishilik bir nimamiz bor, sababimiz bor yoki mashina bo'lib qolishimiz bor. Aslimiz xatoligimiz bor. Agar tashkilotlar bu Sharq Turkiston nimalari boshqacha bir shaklda texnik jonliq Sharq Turkiston masalasini to'g'ri nuqtadan tanitgan va to'g'ri bir sharkatlarni yetib berishga imkon olgan bo'lsa, balki ishlarda boshqacha o'zgarish bo'lishi mumkin edi. Xo'sh, xo'sh. Ya'ni haqiqatan lekin hamda bu qatim men shu hamda dunyoda Amerikadagi bir davlatniki davlat xavfsizlik strategiyasida bizning masalamizning bu qatim mesela Sharq Turkiston yoki Uyg'ur masalasi deb ham qo'yilmasdan balki bu yerda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ishlanayotdi bu yerda deb bu iboralarning tilg'anilishi haqiqatan zo'r bir muhim bir qadam deb qarayman buni ham. To'g'ri nuqta, mishadagi nimandaydi. Bu narsa nihoyat yaxshi bu, bir ilgarilash nimasi. Burun zulm degan bo'lsa, haqiqatan erkak qirg'inchilik. Ammo bu yerda biz mushu Amerikadagi bir kuchli bir davlatninki, dunyodagi eng kuchli davlatning bunda bir o'zining xavfsizlik siyosatiga bunda tushuntirayotgan ahvol ostida, ammo o'zimizning bu masalalarni to'g'ri tushuntirmayotgan bir masalalar bor. Şu bizning xatoliklarimiz var, Sharq Turkistonliklarning degan nuqtamning nimasi. Masalan, ba'zi yerlarda matbuotlarda Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik demasdan buni bo'layotgan inson haqlari dafsanchiligi, u yerdagi Sharq Turkiston krizisi degandek nuqtalar bilan buni ojizlashtirishga qadam yordam qilyapti. Çünkü biz ba'zi nimada. Ama buni ichib palana tashkilot deb demayman. Xo'sh, ko'rilman tushundim. Xalq o'zi ko'rilmanlar o'zi tushunadi bu narsani. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. To'g'ri deysiz. So'ngi bunda bo'lgan ahvol ostida siyosiy nimada uchinchi bir tarafning ko'rish nimasi u bo'lgan bilan masalan Xitoy uni o'zi tarbiyalash deyotdi. Amerika va G'arb davlatlari buni irqiy qirg'inchilik yoki insoniyatga qarshi jinoyat deb deyotdi. Bunda Sharq Turkistonliklar nima deyotdi deydigan bir savol chiqadi-ku. Sharq Turkistonliklar buni ba'zilari irqiy qirg'inchilik deyotdi, ba'zilari insoniyatni dafsanchilik yoki krizis deyotdi desa bu dünya siyasi nimeleriga, güçleriga, aktörlerge bu bir qaymoqqa şep keladi. Demek bular buni irqiy qirg'inchilik deb dunyo tanısin, bular tanımaydı ekan. Bular his qilmaydi ekan deydigan bunda bir ziyonli bir narsami shakllanadi. To'g'ri deysiz. Shu to'g'ri nima bo'linishi kerak. Haqiqatan shu siyosiy tashkilotlarning ishlatayotgan har bir so'zlariga ajoyib diqqat qilishi adam içindirdi bazı namoyishlarda to'linayotgan shuarlarning ba'zisi yani butunlay da'voga xizmat qilmaydigan shaklda so'zlab kelsa gap chiqqan, lekin bayonotlarda bo'lsin, so'zlarda bo'lsin har bir so'zning nega boradiganligini, kimlarga qanday uchur beradiganligini dangsab turib ishlatmasa bu so'zlarni haqiqatan zo'r bir xatolik yuz beradigan ishlar kelib chiqargan. Sen mushu nimada hozir Uyg'ur qirg'inchiligi deb tanitdik. Men Uyg'ur qirg'inchiligi albatta qirilayotganlar Uyg'urlar. Ammo Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik degan bo'lsa, u boshqacha bir ma'no bo'lsa, chunki uniga kirgan o'zbeklar, nurg'un o'zbeklar va qozoqlar va boshqa tojiklar bo'lsin, boshqa qirg'izlar bo'lsin, ular albatta yuqori va tuvan nuqtada bo'lsin, oz va jiq bo'lsin, buni kirdi. Onun üstüge territoriya şekildeki bir ufkun bilen belgen bulsak bu neyse dünya başka bir bilen düşündürüş imkaniyetimiz olarak değil, başkaça tonulat diye meselemiz şu. Doğru. Hem de geçelim. Bu şu dokulatın içinde yine bu şu elbette dokulatını birden bir şekilde kıplamayız. Gap kıldınız mı? Ya, tamam kalaylı. Şu
özünün taşqi, Biden hökuməti özünün taşqi siyasetideki stratejisini bu qatam, yani Xitayını yeniş, Rusiyanı çekleş deb şərh edildi. Bunu biraz açqan bolsaq yani. Qandaq yengməkçi? Çünki dokumentning o'xshashmış dokumentning ichida 48 betli dokumentning ichida ba'ziga qarasangiz yani Xitoy bilan bir mas'ul yo'q. Hatto uni raqobatchi sifatida o'zi bilan teng tush. Men bilan o'xshash raqobat qila oladi. Raqobatlasak bo'ldi degandek yumshoq so'zlar bor. Chunki ba'zi mutaxassislar mushu bu strategiya nimasininki tilining nihoyat ojiz bo'lib qolganligini deyotdi Amerikada masalan. Bu Xitoy asla raqobatchi emas sana. Qandaqsa raqobatchi bugungi dunyo sistemasini buzaman deyotgan Xitoy. Amerikani o'rayman deyotgan Xitoy tursa, o'zining qanday raqobatchi bo'ldi? Chunki Biden hukumatı bu bak yumshoq so'z ishlatdi deyotganlar bor. Bu yerdagi Xitoyni yengish, Rossiyani cheklash degan bu so'zni qanday tushunamiz? Undan keyin bu yuqorida deb o'tgan narsani qanday aytish kerak? Rahmat, nayt yaxshi bir nuqta bo'ldi. Rossiya har qachon Amerikaninki ikki dunyodan keyin bo'lsin, bularda bir so'q munosabat, urush munosabati bo'ldi. Andan keyin Rossiya Sovet ittifoqi parchalanib Rossiya shakllandi va garchi Sovet ittifoqi parchalanib Rossiya shakllangan bo'lsa-mu, yana da Rossiyaninki energiya jihatdan olsun, askeri jihatdan olsun, Rossiya yana bir bu harbiy jihatdan bo'lsin, bu jihatda bir kuchlik bir davlat. Ammo iqtisod va tijorat jihatda unda kuchlik emas. Amerikaga bu jihatlarda askeri jihatda, texnologiya ba'zi super nimasi jihatda Amerikaga tehdit shakllantirgan bo'lsa-mu, uningki Amerikaning eng yaqin ittifoqdoshi bo'lgan Yevropa ittifoqiga bevosita xavfsizlik jihatda tehdit shakllantirsa-mu, ammo Rossiyaninki uzun mezgillik iqtisodiy, tijoriy va yumshoq kuchlar jihatda Xitoy shakllantirgan darajada undaq cho'ng bir xavf shakllantirolmaydi. Xo'sh. Ama bugün Rusya'nın Ukrayna'ya besip girişi bilen bu yerde bulunatkan uğraş Avrupa'nınki işgallığı gelgenlik sebepten Rusya gün tertipki en ciddi bir mesele olup kaldı ama uzun mezgillik etken çağda Xitay diginedek Xitay uzun mezgillik geopolitikaletki bir tehdit şekillendirdiğin. Bunun Amerika'nın müdafiə askeri cihetten olsun, iqtisad, ticaret, siyaset, diplomasiya, texnologiya jihatdagi bir tehditning ilib berilayotganligini, Xitoyning bundan bir nimasi tehdit shakllantirayotganligini bu tilga ilindi. Demak, Xitoy Rossiyaning cho'ng bir tehdit Amerikaniki xavfsizlik nuqtasi, Amerikaniki hegemonik dunyoga yetakchilik kuchi, Jahongir davlatlik o'rniga Xitoy bevosita tehdit. Unisi Xitoymi mush Amerikaniki mush o'rni dunyodagi eng kuchli davlat bo'laman deyotdi 2049da 2050da. Buni aytgan chaqda ya sen bor ya men bor deylik. Mesela Amerikaniki hamda oldingi nimada bo'lsa, ikkisining munosabatini, ya'ni raqiblik nimasida tasvirlagandi. Ammo qatimliq nimada bir raqobat nimasidan tasvirlaydi. Ammo shakllantirayotgan tehdit, u yerda nima qilayotgan narsa o'xshashlik bor masalan. Ma jihatlardan Amerikanınki xavfsizlikka, Amerikanınki menfaatiga xavfsizlik tehdit shakllantiryapti. Buni oldimizki 10 yil degan bir nuqta bor. Nayt hal qilg'ish 10 yil degan bir nuqta bor. Buni diqqat chekishga arziydigan bir nuqta masalanchi. Demak, Amerika mush oldimizki 10 yilda bu Xitoy bilan bo'lgan raqobatdan, raqiblikdan bu munosabatda nayt cho'ng bir ahamiyat berayotgan bu yerda bir ish bo'ldigandek. Hem iş bulduğunun nima bo'lganini bilmaymiz ama bu oldimizgi 10 yilning bir hal qilg'ich bir yil ekanligini ikkisining munosabati ya abdishamdo ya ikkisi birsini yengimdo mushta bir nimaning shakllanadigan bir yil nima ekanligini böyle kuchlik necha qatim tilg'aydilar. Oldimizdagi 10 yil, oldimizdagi nimalarda debchi. Xo'sh. Bu nuqtadan qaraganda Amerika naytdi jiddiy holatda buningga o'ziniki tayyorligini qilayotganligi, o tayyorlikniki o'ziniki davlat kuchini oshirishlarla emasda, davlat umumiy kuchini oshirishlarla emas, hatto ittifoqdoshlari bilan birlikda umumiy global holatda xalqaroliq butun dunyoviy jihatdan Xitoyga qarshi turish, Xitoyning ta'sirining kuchini tizginlash, buning qarshi javob berish bu shakllantirilgan tehditlarga vaqti kelsa u sheriklarininki, ittifoqdosh davlatlarninki
askeri ve başka cihetlerdeki güçlerini güçlendiriş arkalık bunda takabül türümüz eydiğen bunda nimeleri var mesela şu yazılgan noktalar var. Bulup mu Şarkı Janubi Asiyadaki devletler, Kuvvet devletleri, anandaki Avkus devletlerinin arkada Xitayga karşı turuştan nimelerini nait uçuk nim yazıqlıq. Bunun kökenimizde Amerika'nın aldığımız 10 yılda bu Xitay bilen boğan rəqiblik münasibetiga naiti əhmiyyət beriyotganlığı, ciddi qarayotganlıq bir signalni, mesajni aldığımız. Xoş. To'g'ri. Hamda şu hammamizga ma'lum bo'lgan tam şu Rossiya Ukrayna urushi boshlanib hozirgacha butun G'arb dunyosi Amerika boshida bo'lish bilan birga ciddi şekilde Rossiyani ojizlatyapti, halsirtyapti kundan kuniga. Şu stratejiyada bu qatimki davlat xavfsizlik strategiyasida uchuq tilga elindi mesela. Xitoy bilan Rossiyaning kunsiri hamkorlikni oshirayotganligini paydo qilayotgan bu ikkisi birlashib turib paydo qilayotgan raqobatning intayin alohida ekanligini shu butun kuchimiz bilan shu ikkisini yengadiganligimiz to'g'riliq deb bir muncha gaplar bordi. Sizcha hamda bugun shunday Xitoyninki Rossiyani oqis ekanligi hech kimga noma'lum bir narsa emas hozirgacha. Texmbek atugün balkim hatta qanday vaqtida rasmiy harbiy askarlarimizni Xitoy qanday vaqtida kirgizdi Rossiyaga degan masalalarni Xitoyninki ijtimoiy uchur vositalarida xil deyishyapti bu masalalarni. Rossiya talab qilsa yoki qilsa bu qisda bir qancha kategoriyada so'zlashyapti. G'arb masalanga Rossiyaga shunday berayotgan jazo kuchaygan sari balkim ikkisi birlashib olishi mumkin. Degandek bu ikkisini qanday sizcha qaysi shaklda ikkisini yengib bostura oladi deb qaraysiz masalan? Amerika'daki İkinci Dünya Urushu'nun keyingi nimasiga qarasaqmi, bular devletlerini yok tutuş taraftarı emas, özgü tehdit şekillendirgen devletlerini tizgillep boğası rejim almıştırıp, yani siyasi hakimiyetini almıştırıp, özünün nimisiki iqtidarçılık, özgü qaraydigan, özgü beqindigan bir devlet alığı ekiliş. Alette muşu nimini qılıvatıdı, meyli Germaniya olsun, meyli onunkinki Yaponiya olsun, onunkinki başka devletler qarşısın. Yok tutuş emas, tizginleş nimesi var bulanda. Hem de Rusya bilen boğan münasebet olsun, Xitay bilen boğan münasebet olsun, ikisi oxşamagan bir düşünüş var. Anandakin bu 2017'nin başlarında bu nimenicik değildi bu. Rusya bilen boğan Trump yanı çıkan mezgillerde Rusya bilen boğan münasebetini yaxşılaş arkalı Xitayni yalğız kaldırış degen nimeni oturuğa koyuldu diyor ama bu siyasi icraiyette bu muvaffakiyetlik olmadı. Aksince Xitay bilen Rusya'nınki hemkarlığı bağın sıra açtı ve bugün gün karanda çeklemesiz bir hemkarlaşıcı münasebetini görüyoruz. Ama şununla birlikte Rusya Xitay'ninki münasebetlerinin yakınlaşınınki sebepleri Amerika'nın ve Garip dünyasınınki bu karta yirikleşiyotgan münasebetleri bula kılıvatkan bisimleri bu ikisinin şekil birbirine yakın kılıp koyuyordu. Bugün günde Rusya diginimizdeki nurgun iktisadi jazaga uçuratıdı, nurgun nimelerge uçuratıdı ve uruşqa patqıqı bitiyotıdı. Bunun yardımını Xitay'dan eliyotıdı. Xitayga nurgun jihati beqinishi texmi jiqib qaldı, energiya setish jihatdan bo'lsin, texnologiya setib olish jihatdan bo'lsin, nurgun Xitayga beqinish nimasi texmi kuchaydi. Ama acizlashgan Rossiyaninki Xitayga beqinishi texmi kuchaydi bu kun sayinchi endi. Endi Amerika'nınki bir stratejisi var. Bu adam 2017'de tükep ketdi, Brzezinski deb. Bu adam bundan bir narsa eskertkendi. Xitay, Rossiya, Sovet İttifaqı ve İran üçününki bir askeri ittifaqnınki tüzülüşü Amerika üçün yaxşı olmaydigan bir narsa debçu. Yaxşı olmaydigan bir nimeni şekillendirdi degendi. Bugünkü gündə Xitay Rossiyanın münasibetleri texmi yakın olup nait en yukarı pellege çıktı desek mi oldu yakın yıllardan bu yan ikisi münasebetini eskiye kekendikin. İran'ın kimi Şanghay Hemkarlık Teşkilatı kirişilen bulanın nimesiga bir asas serinavatıdı emdi. Hoş. Ama Amerika bu birli cihette bugünkü nimege mi çıkıptı? Birli cihette bu iki kişilen ten ilişki buluşu
unda oson olmaydi deb qarayman, chunki Rossiya Xitoy ikkisi agarda ittifoqdosh holatga kelgan chog'da Rossiyaning ikkilisining zamini kengri, energiya jihatdan Rossiya boy, andan keyin Xitoyning iqtisodiy tijoriy kuchi kuchli. Agar bunda bir holatda bir ayrim bir qutblashgan bir nimani shakllantirib olsa, o chog'da Amerikaning bu qutbni yolg'iz yangish yoki Yevropa ittifoqi bilan birlashganda buni hammasini hal qilishi unda osonga to'xtamaydi. Ammo Rossiya Xitoy munosabatlari yiriklashib, bularda oraliq biroz ichilgan chog'da bu chog'da Amerikaning va G'arb dunyosining Xitoy bilan bo'lgan raqobatlik va raqiblik munosabatlarini Xitoyni bartaraf qilish va tizginlash nimalari biroz osonga to'xtashi mumkin. Masala ikkisi bir-birisini munosib yaqin bo'lgan holatda buni hal qilmoq unda oson emas. Xitoyning ichki masalalaridan portlab, ichidan bir ishlar chiqib, qalayam qanchaliklar bo'linishlar yoki bo'lmasa başka bir nimalardan sababdan yemirilgan chog'da u boshqa bir narsa. Ammo bugungi ahvolda bu ikki davlatningki munosabatning yaqinlashishi Amerika va G'arb dunyosi uchun yaxshi bo'lmagan bir siyosiy ko'rinish. Xo'sh. Endi shu nimadami deb o'tganingizdek bu Xitoyga taqobil turish uchun bu strategiyani ochilamish davlat xavfsizlik strategiyasida Xitoyga taqobil turish uchun 3 strategiyani ishlatadiganligini tilga oldim buning ichida. Birincisi Amerika'nın kuchli qilayotgan qimmat qarash masalasi, demokratiya, bu Amerika'nın raqobat kuchi. İkincisi de ittifoqdosh va sherik davlatlar bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytiramiz. Üçüncüsü de Xitoy bilan mas'uliyatchanlik bilan raqobatlashgan asosda davlat manfaatini qo'g'dash va kelgusi planni turg'izish degan shaklda ifodalangan. Xitoyga shunday taqobil turmas edi. Hamda nurg'un analizchilar, nurg'un mutaxassislar shu Xitoyni asli o'z vaqtida shu Tayvanni Xitoyga vakil bo'lganning Tayvan emas Xitoyni qabul qilib diplomatik munosabat o'rnatganda aslida Amerikaning maqsadi kunlarning birida shu bir yaxshi bir ko'tarsak, qo'llasak Xitoyni bir kun bunda demokratlashib dunyoga insondek yashaydigan bo'ladi deb umid qilgan bo'lsa, bu yil o'tgan yillarning hammasida butun tushlari ularningki G'arbningki tushi sug'uchilashganligini qanchilgan tajribadan keyin beshidan o'tkazib bo'lib turibmi, yana shu bu tinchlik bilan siz abay yuqorida o'tgandek Xitoydek bir rejimninki bu o'zining xalqiga va bizga Sharq Turkiston va boshqa Tibetlarga ashaddiy jinoyat ishlayotgan bu rejimninki almashmay turib, mayli qaysi shaklda bo'lsin, ular butunlay almashtirib etilmay turib, dunyoga tinchlik bo'lmaydiganligini bilib turib, yana shunda yuqoridagidek shunda qilib Xitoyga qarshi turamiz deyishi yana shu xamxiyallikdan boshqa narsa emasmi sizcha? Endi buni ifodalashda biroz diplomatik shaklda bir yumshatib ifodalagan bo'lish mumkin, ammo mayli xohlasin, xohlamasin, Amerika yumshoq shaklda tekshirib, qattiq shaklda tekshirsin. Xitoyning maydoniga bir qarab boqaylik. Xitoy dunyoga hokim bo'laman deb nim qilayotgan va niyati va xirisi bilan ketayotgan va davlat kuchi kundan kun kuchayotgan bir kuch bo'lyapti. Dunyoning ikkinchi cho'ng iqtisodiy kuchi, dunyoning eng cho'ng tijorat kuchi. Askeri jihatdami, askeri silayotgan mablag'dami har yili 7%, 8% kichi askeri xamchot nimasini oshiryapti. Yani Amerikadan qalsa Xitoy ikkinchi o'rinda, ammo Amerikaniki yetmaydi, ne? Bunda bir kuchlanayotgan holatda Xitoy xirisini o'ttirib qo'yganlik Amerika masalan Biden o'ttirga chiqib bu yerda bir Alaskada bir uchrashuv bo'ldi. İsimizde bo'lsa. Bu yerda onun bilan Biden'e bir ko'rishdi. Bu Amerika o'javerida biraz munosabatni yumshatish nimasida bo'lgan edi masalan u davrda qarasaqmi. Ammo Xitoy hukumatininki bularga tutgan pozitsiyasida qarasak, nihoyatda qattiq qo'l, nihoyatda urushqoq bo'ri siyosatini ijro qilib, diplomatiyasini ijro qilishdan o'zininki sen dunyoning aksi emas, hamda dunyoning aksi biz bo'lamiz deydigan bir mesajni berishga tirishdi, demasin. Demak, Amerika mayli xohlasin, xohlamasin, mayli qanday hokimiyat kelsin, Xitoy niyatini bel bağlab dunyoga hokim bo'lamiz deydigan nimani besib bo'ldi. Demak, bu yerda bir qochirilmas bo'lgan bir kurash bor endi bu ikkisining o'rtasida. Ham bu kurash qanday oxirlashadi degan chog'da uni biz hozir bilmaymiz, ammo Trump hukumatida Xitoyga nihoyatda qattiq qo'l, nihoyatda nima bilan mang'anti Biden hukumatida bo'lsa biroz yumshatilgan shaklda bo'lsa-mu,
Ama ittifaqdaşları bilan dünyadagi birlikte aletde Xitoy umumiy yer shari xarakterlik Xitoyga qarshi turib kelyapti. Buningmi o'zgacha bir unumlarini ko'ryapmiz. Xo'sh, xo'sh. Endi bu nuqtani aytgan chog'da demak oldimizda bir ikki kishiniki qochirilmas bo'lgan bir raqobatlik va raqiblik bir munosabat nimasini ko'ryapmiz. Bu munosabatlar kesip diyelaydiğin noktamız bu bir tinchlik şekilde ve yakımısına ait güzel şekilde bulmaydı eksince münasebetler bağın seri yerişleşip nemilip naçarlaşıp yanıvatıdı. Bunun kayıskıl şekilde ip verildi. Bunun aldığımız 10 yılda Biden hükümetim de bugün hazır Xitay nemini içivatıdı mesela özünki partiya kongresi 20. partiya kongresini içivatıdı. Ulam özünki belgen hizmet dokulatıda davamlıq türde degenliği tashqi siyosatga nimasini davom qildigan nimasini ifodaladi masalan shu so'zlarda. Xo'sh. Masalan 89 qitim Xitoyning nimasida 89 qitim xavfsizlik va bexatarlik degan nuqtani 89 qitim dedi. Masalan Amerikaningki nimasiga qaraydi, ma ilib bergan strategiyasida, ma qitim strategiyasida 51 qitimgu deymi, 55 qitim Xitoy degan so'zni ishlatibdi bu yerda, chu masalan. Va bu yerda ikkilisninki bir köreşninki nimisini signalini körümüz bir yerdelik beriyotgan bularning muhimligini bu ikisininki kelgisi aldığımızki yıllardaki bu ikisininki beriyotgan eksin. Xitoy bir tarafdan o'zininki xavfga duch kelayotganligi, Amerikadan o'zininki gullanishga, taraqqiyotga nimasiga Xitoyning kuchli davlat bo'lishiga qarshi nimani shakllantirayotganligini Xitoyning bayonotchisi dedi mesela 14-sadagi nimada. Xo'sh. Amerika tarafdami bo'lsin, Xitoyning bu yerda Amerikaga shakllantirayotgan har xil soha, har xil jihatlardagi tahdidini, uzun mezgillik tahdid ekanligini, buni hal qilib bo'lmaydiganligini va buni hal qilishninki siz degandek abaytin 3 xil shaklda hal qilishi kerakligi birisi davlat ishidagi o'zining davlat umumiy quvvatini kuchlantirish, ikkinchisi ittifoqdoshlarni kuchlantirish va mas'uliyatchanlik holatda Xitoyda adil raqobatlashish deb buni demak bu yerda ahirgi nuqtani tushunib bilsak, ya'ni xalqaro qonunlar, xalqaro mezonlar va organlar, institutlar bo'yicha buni foydalanish orqali Xitoyni, chunki Xitoy ko'pincha hollarda buni buzib kelyapti. Buni suiiste'mol qilyapti masalan. Amerikaniki bu jihatlardan foydalanib Xitoyni tizginlashga, Xitoyni qarshi turishga ishlatishi mumkin deb o'ylayman. Xo'sh, xo'sh. Nijat efendim ham shu albatta bu yuqori deganimizdek bu strateji xavfsizlik davlat xavfsizlik strategiyasida Sharq Turkistondagi vaziyatniki Xitoyning jinoyatlarining bunchalik ochiq shaklda tilga elinishi boshqa dunyodagi nurg'un davlatlarga bundan keyin qanday ta'sir ko'rsatdi? Masalan, bugun masalan Norvegiyada lager shohidlariniki ishtirok qilishi bilan Norvegiya parlamentiniki shu Sharq Turkistondagi Xitoyning qirg'inchiligini, Uyg'urlarni qirg'in qilayotganligini rasmiy to'ntish uchun bir guvohlik berish yig'ini parlamentda o'tkazildi. Va bu nurg'un g'arbda masalan hammamizga ma'lum ba'zi parlamentlar, davlatlar e'tirof qilgan bo'ldi. Bundan keyin masalan Amerika davomli sheriklarim, ittifoqdoshlarim deydi. Bu davlat xavfsizlik o'zininki eng muhim hukumat planiga kirgizgan ekan. Bundan keyin sizcha g'arb dünyası başta buluş bilan qandaq ta'sir ko'rsatdi Sharq Turkiston davosiga? Hammasini qabul qildirish uchun tirishamdi masalan. Dikkat qilsak, albatta bu nuqtalar aslida bugungi kunda biz nima qilgan chog'da qarasak, bu Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni deb nima qilishga yetarli isbot var masalan. O yerda guvohlar berildi, nurg'unlagan hujjatlar oshkorlanib ketdi, maxfiy. U yerdagi nurg'unlagan dokumentlar yozildi, xalqaro qonun bo'yicha shunga tushirib hech qanday ochiq topolmaydigan holatda nima qildi. Bu nurg'un tekshirish nimalari bordi, bag'an muxbirlar nima qilyapti, nurg'un oshkorlanib ketdi. Ama bu yerda bugun e'tirof qilgan davlatlarni aytsak 9 ga bordi masalan. Amerika hukumatini qo'shgancha 8 dona parlament, 1 dona hukumat, 9 dona davlat qiladi. Albatta buningki e'tirof qilish qilmasligida o'zininki u davlatlarniki Xitoy bilan bo'lgan siyosiy diplomasiya va tijoriy munosabatlari o'zlarining milliy manfaatini chiqish qilgan holatda Sharq Turkiston masalasiga ko'ngil bo'lganligi
ve bizninki mi bazı hatalarımız buluş mümkün elbette. Mesela doğru anlatanmaganlığımız sebep buluş mümkün. Ama ispat noktasında etken çağda bunu itiraf kılmasına hiç kanda bir bana sebep yok. Hem de Amerika'nınki nemiz noktasından karagan çağda Amerika'nınki Uygur kanuni çıkan çağda aşını medemu bir nokta var dikkat kılsak bir küçük nokta. Amerika özünki ittifaktaş ve okşaş fikirdeki devletlerle hemkarlaşıp bu meseleyi devamlı aldığı sürüş gerek deyilgen bir nokta var. Bu mu kanun çıkılı bir neçe yıl oldu ama yeterlik derecede bu icra kılınıp bulanmadı ve bununla nim olmadı. Anondikin bu muşu stratejiyenin yeni xavfsizlik stratejisinin ikinci bir noktası da Şarkı Türkistan Şinjan'da tilgaylangan yeni bir yer var. Amerika özünki ittifaktaşları bilen hemkarlaşıp bu meseleyi devamlı aldığı sürüdü degan bir nokta mı bakken şu yazılgan nemede tepkide qarsak. Demek bir yerden Amerika devamlı özülam ki emas bu Şarkı Türkistan meselesini, Şarkı Türkistan'ın kılıqlı erkeklerin çırqını özünün ittifaktaşları bilen birlikte alette Xitayni teximo bunun cevapkarlılığını sürüşte kılış mümkün hem de bu noktada eğer bunun icra bulunuş nemesi olsa. Bunda buluş imkaniyeti var hem de nemesini körüvattımız. Yani bunu neçilik şekilde icra kılıdı, nemi kılıdı onu bilmeyimiz ama menimki bir icabi qarayılgan noktam nemi degende bir gün Avrupa İttifakı'nın bunda neçe gün burun Avrupa'nın ittifakıdaki bürokratlar bir tötbetlik bir nemi hazırlap Avrupa İttifakı'nın ki Taşqı İşler Ministerliği sundu. Bular Perşembe günüsü bir münazara olmakçı. Bir gün etigende Avrupa İttifakı'da bir münazara oldu. Xitay doğruluk. Yani Avrupa İttifakı özünki Xitay siyasetini özgertiş gerek deydiğin tavsiyede bulunuptu bu nesli. Yani Avrupa İttifakı'nınki de biraz Amerika'ya qaraganda yumşaqroq, biraz farqlı holatda tonuydigan bir nemesi var Xitayga. Bu qatim bu Avrupa nemesiniki bürokratları ayrım bir qog'oz hazırlab bunu oturgu sunuptu ve bir gün muzakere bulundu. Perşembe günüsü Avrupa'nınki Taşqı İşler Ministerliği 27 devletininki bular bir muzakere qilib bir özgürlükler asır buluş ihtimallığı fırsatlar görünüyotudu. Demek Amerika'nınki öz nemesi bilen anandakin Avrupa İttifakı'nınki birlikte masqadamda azraq özgürlük bilen paralel aldı Xitay'nınki mi biz davamlı türde qattiq qo'l siyosatimizning nemimizni yurgizimiz deydigan mana masalalarning nemisini ko'rgan chog'da Sharq Turkiston masalasi buningki siyosiy sektorda davomli muhim tartiblarniki birisi bo'lishi mumkin va texnik fursatlar nimalar bizlarga oldimizda tug'ilishi mumkin va bu fursatlarni qanday tutish biz Sharq Turkistonliklar qilib qolgan bir masala bo'ladi. Xo'sh. Bu yaratilgan fursatdan foydalanamlik, foydalanmamlik. To'g'ri deysiz. Hem de bir gün köp rahmet nayet yaxşı malumat berdiniz. Hem de bir gün bu söhbetin paydalanıp elbette abayımız sözünüzü dep ötkendek hazırım. Xitay bu 20. qurultayını eçivatıdı. Devamlı şivatıdı. Bu yığındaki bu qatim içilişten burun mu Beycan'daki Xitay'ın içidin mi meseleninki Xi Jinping'dek bu diktatörünü yok Xitay'la kul olmayıp kuravle o bu degandek biz xabarimizde tafsili berdik hamda. Ama şu şekilde hatta o bir yıldan tatip hamda kövrükten çekilsen dep o birinin içinden tatip müşündaq Xi Jinping qarşı komünistler qarşı teşvikatla küçüyatqanlığı körüvatımız ictimai uçur vasıtlardan. Hem bu qatimqi yığında mı xalq qıpırdıgan narsalardan bekirek bir xatarlikni ta'kidledi Xi Jinping. 89 qatim depti. Ha. Ama şunda bir bugünkü Xitayning şu vaziyetiga şu yuqoridan qarg'a vaqtimizda nimani ko'rib olasiz? Endi Xitayning 20 qatimliq partiya kongresi içilib turyapti. Xitay Şininki 3. qatimliq saynışı bu muqarrar bo'lgan bir narsa. Xitaymi o'ziniki siyosatini davom qildiganligi mayli, ichidagi qattiq qo'l siyosati olsun, teşhideki urushqaq bir siyosati olsun, o'ziniki nimede siyasi iqtisodiy islohotlarni bo'lsin, o mesela az 20 qatim oldingi 17. kongres 19. kongresda 20 qatim az deyilgan. Bu yerda farq bor bir nuqtalarning birisi bu mu? Xitoy o'ziniki o'xshash siyosatni davom qildiganlik nimasini ko'ryapmiz. Anandikin o'z-o'ziga beqinish, ya'ni sanoat jihatda o'z-o'ziga borgan sirib beqinish chunki bu yerda sanoat nimasimi bir
raqobat nimelerini ko'ryapmiz. Mesela G'arb dunyosi, Amerikadagi şirketlarning Xitoyni tashlab boshqa yerga o'tkazishni. Demak, bu yerda bir yiriklashayotgan tashqi jihatda Xitoyning yiriklashayotgan G'arb bo'lgan bir munosabati bor. Onundan keyin ichki jihatda albatta Sharq Turkistonda bo'layotgan irqiy qirg'inchilik, undan boshqa Xitoyning Tibet ve Moğoliston ve onun başka özden xalqlariga mu kun siri qattiq qo'l irqiy qirg'inchilik siyosati Sharq Turkistonda özden xalqlarim qattiq qo'l bir siyosatni yurgizyapti. Ada bu yerda bir yumishtish va xalqning qalbini uftish emas, o'zining xalqini bir qattiq qo'l bir nimani qilyapti. Bu ham bir har qanday bir hokimiyat uchun yaxshi bir narsa emas aslida-chu. Ammo Manda bir narsani o'ylab qilish mumkin. Xitoy Xi Jinping nurg'unlagan vatandoshlar Xi Jinping kelsa bu siyosat o'zgaradi deydigan nima bor. Masalan, ba'zi tashkilotlar Xi Jinping islohot qilish, o'zining irqiy qirg'inchilik nimasini islohot qilish kerak deb bayonot bergan tashkilotni ko'rdim men necha kun burun. Xitoy Kommunistik Partiyasi islohot nimasini ko'zdan kechirish kerak debchu. Endi bu mayli Xi Jinping kelsin, mayli boshqa bir nimasi kelsin. Bularning Sharq Turkiston siyosati o'zgarmaydi. Chunki million dollarlab sağan, beton bilan sağan nurg'unlagan necha minglagan jazo lageri bor bu yerda. Agar uni uzun mezgil davomlashtirmagan bo'lsa, undaq bir pul xarjlab, undaq bir iqtisodiy nimani qilib, uni qilmaydi. Andan keyin yana bir narsa, bugun Sharq Turkiston jazo lageri bilan birlikda uningdan bekorga ishlatilayotgan nurg'unlagan qullar va Sharq Turkistonlik qullarni odamlarni olib, uni qul o'rnida xalqarodagi cho'ng shirkatlarning nimasi ta'minlash zanjirida bu arzon emgak kuchini, bekorlik emgak kuchidan foydalanyapti. Bu yerda mayli qandaq bir Xitoy kelsin, buni o'zgartmaydi aldirab. Chunki Xitoyning büyüyüş uchun, Xitoyniki ichilish uchun, Xitoyning g'arb dunyosiga ichilish uchun Sharq Turkiston xalqini mushtaq jazo lageriga sunab, bularniki psixologiyasi, milliy irodasini va bularniki nimasini umumiy kuchini azizlashtirib, faoliyatlaştırib bo'lsa, yo'qotish ortidan nim qilib, o'zining bu zamonga mangulik bir igdorchilik qiladigan bir holatni shakllantirish, uni qilmaganda nihoyatda bir qarshi turolmaydigan bir kichik nimaga aktivitish. Va shuning bilan birlikda g'arbdan nimaga, g'arbga ichilish nimasi Sharq Turkiston albatta bu muhim. Shuning uchun mayli partiyaning nimasida Xi kelsin yoki boshqa bir saylansin yo buningdagi oldimizga nimalarda bo'lsin, Sharq Turkiston kuchlangan Xitoy bo'ladi-ki, dunyoga hokim bo'lgan Xitoy bo'ladi-ki, Sharq Turkistonning siyosati qattiq qo'l bir siyosatni davom qiladigan nimani ko'ramiz. Xo'sh. Endi buning nimasida qancha zulm, qancha kuchaygansin, albatta buningga qarshilik bo'ladi. Bununla qaysi şekilde karşılık buldu onu fırsatlar, u yerdagi vaziyatlarning nimasidan ko'ramiz. Endi bununla chet-ellik Sharq Turkistonliklar biz nima qila olamiz deydigan bir savollarni tug'iladi. Buni qaysi xil shaklda to'xtata olamiz? Abay degandek g'arb dunyosiningki Xitoyga tutayotgan pozitsiyadagi o'zgarishi, yiriklashayotgan munosabatlar, bugungi nimadagi faqat Xitoy emas, masalan, Xitoyning atrofidagi davlatlarning Yaponiya bo'lsin, Sharqiy Janubiy Osiyodagi davlatlar bo'lsin, Hindistanning Xitoy bo'lgan nimalarda bo'lsin, hammasida o'zgarish nimalar bor. Bu yerdagi cho'ng kishilarning o'rtasidagi to'qinishlardan, bu yerdan yorilgan fursatlardan Sharq Turkiston xalqi aqliy selim bilan harakat qilgan asosda buni tutib Sharq Turkistondagi mustamlikani oxirlashtirish, bu yerdagi bilan birga o'zimizning haqiqiy milliy irodasiga yetishga, istiqlolimizga yetishga harakat qilishimiz kerak. Xo'sh. Shvetsiyada to'k ketdimi nima? Bu yil biraz qishni qiyinroq o'tkazmoqchi bo'ldi. Men chiroqni yoqib qo'yay. Turmusingiz o'rtasida. Xayr. Chiroq ovozliqning bo'lg'ashqa o'chib qoldi. Mayli. Bo'ldi. Ha, o'tiravering. Endi oxirda bir savolimni so'rab o'tay. Shu endi bugun shuncha vala Xitoymi az besim uchirmayotdi endi bugun dunyodan. Tarafdan kundagidek. Ammo yani bu numussiz Xitoylar yani har bir deyilayotgan so'zlarga o'ttirib qo'yilayotgan buncha vala dalillar to'xtamay yolg'on sahnlarni yasab, yana shu kon yolg'onchiligini davomlashtiryapti. To'xtamay hozir necha yuz qatim o'tkazib bo'ldi, birdan Beyjingda birdan o'limchil axborot e'lon qilish yig'ini aytib.
yalğan adamlarını orlaştırıp Uygurlardan açıp özü mecburlap aşağı. Qımmığını qammayatı demdi. Hem muşunda bir şey hem yığını eçilibatıdı, bir baştan muşunda besin bulubatıdı. Dünyadaki en güçlü devletninki, devlet xavfsizlik stratejisiga menda bizning masalalarimiz muşunda iğir, nayet muhim sözler bilan tilga elinayotgan bir vaziyatda. Xitoy ham bugun hozir ijtimoiy uchur vaqtida qarasak hozir necha oydan buyon 2 oydan eshib ketdi. Och qo'yib o'ldirib, nurg'un echinishlik narsalarni ko'ryapmiz. Hozirmi davom qilyapti. Virus bo'lgan odamning tayini yo'q. 3-4 tal barmoq bilan sanaladigan yuqumlanuvchi. Bu darajada vahshiy bostirish. Hatto bugungi xabarimizda bardiq biz shu Xitoylarga chekilmay binoning ichida ekan. Ay yerim kechida Uyg'urlarni shu binodan chiqib qata tizib xuddi jinoyatchini yapmagandek cho'ng kichik er ayol demasdan ay abduzlarga besib yuzlab shu karantin markazi deb atib olgan shu joylarga elib ketilayotgan videoni ayadiki shu binoda Uyg'urlar bilan Xitoylar o'ltirgan binodagi Xitoy hayron qilib bu nima ish qildi mana naga ketadi deb Behraman uyda o'ltirib Xitoyning telefonida singa elingan videolar ijtimoiy uchur vositida uchib yurdi hamda. Muşu derecede hem de cinayetine dünya qarttırıp kılıvatı hem de. Bizde bir gap var nimesi çünkü valla yoğancılık kıldık, nimesi nimen işini saraygan bir gap var hem de. Xitay nimesi işini bugün dünyaya muşunda höküreleydi hem de. Hökürevatıdı ya hem de. Çünkü valla biraz olsun mu besim azrak bolsun dep bolsun mu bir kılıvatkan cinayetlerini bir yenekiltip yoki qilmay degandek qilishning o'rniga kuchayotganligini ko'ryapmiz hamda. Buni siz qanday tushunasiz yani? Albatta bir mustamliki boshlangandan keyin u yerda zulm albatta bo'lishi bir tabiiy ahvol. 1884'te Xitoy Çin uluslararası besib kirgandan boshlab bu zulm boshlanganlik. Oxirgi qatamliq mustamliki 1949'da boshlangandan keyin Xitoy Komünist Partiyasi, Xitoy devletining nimasi bilan bu Sharq Turkistonda o'xshamagan shakldagi har davrlarda o'xshamagan siyosatlarni, tadbirlarni olib Sharq Turkiston xalqini har xil shaklda yo'qotib, ezib, assimilyatsiya qilib, nim qilib keldi. Ham Sharq Turkiston nimasinki buruluş xarakterdagi bir siyosiy Xitoyning siyosatidagi o'zgarish bo'lsa 2016ning oxiridagi başlanğan bu ceza lagerinin içilişi paralel aldı Xitoyniki dunyoga 2017'de qo'ygan 3 bosqichliq dunyoga hakim bo'lish strategiyasining nimasini ko'ramiz. Bu nuqtani aytgancha Xitoy dunyoga hakim bo'lish uchun Sharq Turkistondagi bir zaminda bu zamin naytim muhim o'rinda buni jiqtab ketdik. Mayli energiya nuqtasidan bo'lsin, boylik nuqtasidan bo'lsin, bu yaniki mudofaa nuqtasi olsun, Xitoyniki mudofaa nimasidan olsun. Bu yaniki G'arbda O'rta Osiyoga, Yevro Osiyoga ichilish nuqtasidan bo'lsin, bu Xitoy uchun voz kechilmas bir zamindek bo'lib qolganlik bir yer. Albatta bu yerda mustamlika bo'lgandan keyin bu Sharq Turkiston xalqi hamon bir kuni o'zininki egalik huquqini, o'zining beslangan zaminni talab qilishi bu bir tabiiy bo'ladigan bir ahvol. Albatta xalq o'xshamagan shaklda o'zininki haqqini, huquqini ve müstakilligini nim qilish uchun nurg'unlagan qurbonliklarni berib keldi. Bundan millatninki bir mustaqillik bo'lgan bir irodasini mustamlikadan qutulishning bir irodasini ko'ramiz. Buna bo'lgandan keyin bu xalqni shu zaminning egisi bo'lganligi uchun bularni yo'qotishi, yo'qotilmagan taqdirdami bularni noyda ojizlashtirib, qarshi turib ko'rishi nim bo'lgan bir yerga akib etish. Anandan keyin ish bo'lmagan chog'da Xitoy nimada tafakkur qilgan bir assimilyatsiya qilib etish nimasini ko'ryapmiz. Masalan, jazo lagerininki va u yerda berayotgan masalan Xitoy bilan Uyg'ur qizlarini to'y qildirish, anandan keyin kampadagi berayotgan mingyu sharkatlari, bolalarni sistemalik holatda Xitoy ideologiyasidan tarbiyalash. Buni hammasi qarasa Xitoyninki Sharq Turkistonliklarniki faqat fizikalik jihatlarda Sharq Turkistonlarni yo'qotish emas, tafakkur jihatda, yashash nimasi jihatda, bularninki buguni ve kelgisi jihatda, bütün jihatda bularni assimilyatsiya qilib Xitoylashtirib o'tish nimasini ko'ryapmiz. Yani o'ziga o'xshash Xitoylashgan bir nima shakllangan chog'da albatta bu yerdan bir qarshilik turilgan bir kuch bo'lmaydi-da. Xo'sh.
Bu holatda bundan nuqtani aytgan chog'da Xitoydek bir kuchlik bir kuchaygan bir davlat g'arb dunyosiga, g'arb nimasiga echilish uchun Sharq Turkistonni va mangulik tinch nimaga akilish uchun Sharq Turkistonda mana bir qattiq qo'l siyosat nim qilishi bularning nuqtasida aytgan chog'da to'g'ri uning ustiga Xitoyninki tarixiy zihniyatini hammamiz bilamiz bu nuqtadan-chu. Ya'ni yatlarni o'zidan ojiz bo'lgan kuchlarni hegemonlashtirib, ya'ni kuchining boricha assimilyatsiya qilib o'z yeb o'ziga nim qilib singdirib yo'qotish. Bu tarixiy Xitoyning zihniyat nimasini aytgan chog'dami, bu Xitoyning bunday qilishi tabiiy nuqta. Ya'ni ojizlashgan Xitoyning tarixiy nimalarni qilsak, ojizlashgan Xitoyning podshohliklari, imperatorliklari Sharq Turkistonga qadam bosishga nima qilmagan masalan-chu. Ama güçlengen Xitoyning podshohliklarini nimasi qarasak, her daim bular cho'ng kuch yo'llagan nimajaqda Sharq Turkistonni besishga, Sharq Turkistonni egallashga harakat qilganlik. Ya'ni bu bunday aytgan chog'da bir jumla qilsak, bu bugun bizning bo'layotgan jug'rafiyalik nimamizningki joylashninki bizga hep kelgan bir nimasi hamdi, taqdiri hamdi. Xo'sh. Yani bizningki shunday bir mo'ymonda turishimiz, Xitoyning dunyoga kuchli bir narsa bo'lishi, buni mangulik tinchlantirishni o'ziniki bir parcha qilish uchun mushu irqiy qirg'inchilikni, mushunaq bir qattiq qo'l nimani yurgizishga Xitoy majbur, Xitoyning nuqtasidan aytgan chog'da. Xo'sh. Xo'sh, unda bo'lsa abayqi bir so'zingiz bormi shu chet eldagi Sharq Turkistonliklar bu savolni so'rashimiz kerak deb. Chet eldagi Sharq Turkistonliklar Xitoyning bu jinoyatlarga nima qila olamiz degan bu savolni. Bu menimcha bak ko'p so'rilib ketgan, kimdan so'rasa o'zi bilgancha nurg'un javoblarni berib boqadigan bir savol bordi. Hamma odam xuddi mayli tashkilot olsin, hammasi eng to'g'ri javob berayotgandek kayfiyatda so'zlaydi hamdamiz. Buning bir konkret nimasi yo'qmi yoki hamma odam mana so'zlablam qilayotgan ishini eng no'chi ishimmi shu deb qarash kerak bo'lgan masalami bu? Menda eng to'g'ri javob bo'lmasligi mumkin, ammo o'zimning shaxsiy nimamni deb boqay. Aldı bilan Sharq Turkiston harakat qilayotgan insonlar yoki tashkilotlar bo'lsin, bir davlatchilik zihniyatga qaytishimiz kerak. Albatta bu milliy irodamizda, milliy nimamizda bor, ammo biz yana davlat asosi beshilingan davlatning nimasini qaytadan mustamlikini oxirlashtirib, mustaqil bir davlatimizni asliga kelimiz deydigan bu zihniyatdan boshlashimiz kerak ishni. Bu zihniyat tuzalgandan keyin bizningki siyasetimiz, bizning kundalik ishlarimiz, tashkiliy faoliyatlarimiz, siyosiy nimadagi hamkorliklarimiz nihoyat yaxshi ma'noda. Andan keyin bu shakllangandan keyin bir bu yerda jiq odamlar deydi, Uyg'ur qirg'inchiligi, Uyg'ur masalasi u bu debchi. Albatta Sharq Turkiston xalqininki g'olliq nimasi Uyg'urlar, bu yetakchi kuch, asosiy kuch. Kechiringlar. Ammo Sharq Turkiston ulusi Sharq Turkiston xalqi deydigan bunda bir narsani shakllantirish kerak, chunki bu xalqaroning nimasida davlat qurish uchun bir ulus shakllanishi kerak. Ya'ni bizda ulus ish bo'lmagan bir davlat nim qiladigan bir ulus solisi kap bo'lmagan bir holatda. Bunun altını elbette bazılar vatanını kuruş gerek o bu deydi ama chet-elda biz şunun nimasini fikrini asıl qilish, chet-elda siyosiy da'vo yapmagan chog'da Sharq Turkiston masalasida yapmaganda bu ulus bo'yicha harakat qilishning nimasini shakllantirishimiz kerak. Biz Sharq Turkistonliklar deydigan nimalarni ishlatish kerak? Sharq Turkiston masalasidan tushundirish kerak. Uyg'ur qirg'inchiligi emas, masalan Sharq Turkiston qirg'inchiligi bo'lishi kerak masalan. Irqiy Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik bo'lishi kerak. Bu holatda dunyoning bizga qaraydigan, bizlar hamkorlashayotgan yoki bizga kuzatayotgan siyosiy kuchlar, siyosiy analizchilarning nimasida o'zgarish paydo bo'ladi. Masalan, nurg'un nimalarda bunda so'ralgan nimalar bo'ldi masalan. Sizlar albatta bunga shohid bo'ldingiz deymi? Sizlar zaten nima xohlamoqchi deb. Shunday emas. Sizlar mustaqillik xohlamsizlar yoki avtonomiyami yoki ilgili insan haklarımı yakımız başka bir nersimi degan-chu. Demek biz dunyoga to'g'ri şekilde meselemizni anlatamadık. Xo'sh. Bu narsalarni to'g'ri anglatish, to'g'ri bir zihniyat, to'g'ri bir tushuncha hosil qilish. Shuning bilan birlikda bu nimalar asosida tashkilotlar
devlet asosiy kuchininki, umumiy ulusninki kuchini barpo qilishga nima qilishimiz kerak. Hamma odamning ko'chaga chiqib namoyish qilishning nimasi yo'q. Ama bir devlet kurulganda, devlet kuruluş için gerekli bulunduğun ihtisas ilgileri yetiştirilişi gerek mesela. Şununla mesela bizim meselemiz bugün dünyanın en yukarıda oynanıvatıdı. En nimedeki çoğun kişilerin oturusunda oynanıvatıdı. Ama bizim şu seviyede bir yapağıda yeterlik adamlarımız, adam gücümüz başka ne asıl kılaldık mı? Kılamıyoruz çünkü onu nim kılıp etken çağda abaytın ki zihniyet, abaytın ki ulus şekillendiriş nimesi, teşkilatlarının nimesi ki burun yıldızga kayıtıp paradı. Ananın ekin yeni bir nesile ki mustemliksizleştiriş deydiğen nimi var. Mesela şu halkara kanun nimede. Yani decolonization deydi. Bunun programısı asasen alette bir şerif verişimiz gerek. Kitip nerede devlet, nerede nimi çakas verip Uygur meselesini anlattığımız biz anlatmasak mı zaten bilip buldu. Mesela meyip bala okuyduğun mektepteki meyip balalar Şarkı Türkistan meselesi Uygur dese, ese Uygurumuz yani kampı sulatıdı deydiğen alet hikep buldu. Hoş. Yani hiç kimge bir bahane yok. Manasını anlatıp ettim degen o nime emes. Yazılmagan kitaplar kalmadı, yazılmagan makaleler kalmadı. Şarkı Türkistan nimesi zulüm bulup atkanlığı, erkek kırgınçılık bulup atkanlığı, hemmesi nimesi tonulup bir yere berip oldu. Hem de bunu devletçilik zihniyeti bilen, ulusal bir hareket bilen Şarkı Türkistan'ınki mustemliksizleştiriş deydiğen bu baskışının nimelerini teşkilatla, muşu asasda siyasetlerini ep beriş gerek. Bu alette bizden nimimizde belgelik özgür iş buldu ama netice ne vardı degende çık nesi verdi kılamayma ama hazırkıdan çık yakşı buludu işlerimiz. Yani dünya bizge karab kaymıkmaydı. Bula Şarkı Türkistanlıkla bular mustemliki bulungan bir urus, mustemliki bulungan bir devleti besiylangan bir ulusal halk. Bularning devlet kuruş iradesi var. Bularninki devletçilik nimesi var. Bularning nimesi devletni asli geldik ekilip mustemlikiden kurtulup müstakil devletini kuruş deydiğen bu nasip olganda işlerimiz başkaça mağladığan gibi. Şu. Doğru. Biz o çağda dünyanın indigenous nimesiga kurultuğa kirip otamaymiz. O çağda biz besiylangan halklarninki nimesinin jiginiga kirip oturadigan bo'lamiz o çağda meselemiz. Doğru deysiz, hakikaten işqilib o'zgartish tegishli nurg'un masalalar ichimizda bor hakikaten. Bugun hamda shu shuncha bola hattoki men hamda nurg'un mayli g'arbda bo'lsin shu faoliyat qilayotgan asli shu bizning davlatchilik bu ideyasini singdirish uchun hamda nurg'un rasmiy axborot organlari mesela sizlerden teşkilat faaliyet kılıvatkallardan mesela sual soruşuğa dikkat kılmamdı. Ular hem de mecbur hem de Şinjan'da soraşqa mecbur. O cevap verivatkan o nurgun aşı arkaysı sahalda hizmet kılıvatkallar sualını o muhbir özününki keyfiga göre soraydı hem de özününki talimat qanday kelgan bolsa. Cevap berishdan burun aslida bir Sharq Turkistonlik Uyg'ur bo'lish sifati bilan u yerga chiqib sahnaga chiqqan bir odam onun sualına cevap veriştim burun to'xtab turing xonim yoki efendim men oldi bilan shu so'zingizdagi suolingizdagi bu jumlani men o'zgartirib men tuzitib o'tay bu xatolikni. Men bir Sharq Turkistonlik vatanimning ismi Sharq Turkiston besibag'am bunda oldi bilan bir 30 saniye 1 minut aning xato suolini o'zgartirib etsa bütün şu yerdeki şu devletteki körmenning zihnigimi eng to'g'ri uchurni berib atgan bo'ldi. Andikin Xitoyning elib berayotgan jinoyatlarni sözlüs bulduğun gap. Hiç qandaq cevap vermezsinler. Udullam xuddi biz bir Şinjanlıqdaki Xitoy devatqan. Udullu sözge cevap verip Xitoy hükümeti anı qıvatın, manı qıvatın deb cevap verişiga içini mençem. Nim paydası onda cevap bergen onun kesinlikle. Doğru. Yani inkar qılınmaydigan bir hakikat var. O bolsun Şarq Türkistan bir besiylangan zaman. Muşu noktadan kirip başlaganda Şarq Türkistan meselesi Şarq Türkistan erkek kırgınçılık, Xitoyning ep berip atkan siyasetleri hemmesinin asli işninki yıldızı sebebi hemmesi oturga tüküldügan gibi. Hemen biz onda demey ular bizge siz bergen kostyumni kiyiplam ki nimege tushsak, hareketga tushsak o çağda meselenin to'liq nimesi ramkisi içilmaydi üçün.
Şunun bu her bir Şərq Türkistan meselesiga nima qildigan odamda bu nuqtadan diqqat qilishimiz kerak. Yani Şərq Türkistan besvilingan zemin ve bu yerde bir mustamlika var. Xitoyning mustamlika siyosatidan bugungi kunga qadar davomlashib, irqiy qirg'inchilik yuz beryapti. Nimani xohlaysizlar deganda bizning milliy irodamiz bu meningki Avutning, Davudning irodasi emas. Bu bütün Şərq Türkistanliklarning xohlaydigan bir irodasi. Biz mustaqillik xohlaymiz, mustamlikadan qutulib, mustaqillikni asliga kelishni xohlaymiz. Nayt oddiy bir formulalik narsa. Unda olsa bular ma'ni nima qildi ekan deb. Masalaga bu chog'da boshqa nuqtadan qaraydi va biz to'g'riliq olib berilgan tadqiqotlar nimalardan o'xshamagan nima bilan ishlar yuz beradigan gap. To'g'ri. Mushu hukmlarning ro'shan ichib berilmaganligi uchun ham dunyoda bunday qarasam nurg'un kishilar, mutaxassislar bo'lsin, nurg'un kishilar Uyg'urlarni xuddi Xitoydan iborat bu davlatdagi va Xitoyning puhrasi, Xitoy zulm sanmagan bo'lsa, buni urmagan bo'lsa, turmush solmagan bo'lsa, yashag'il qo'ygan bo'lsa, hech qanday masala yo'q. Yani Xitoyning bir puhrasi degandek bir ko'rilmanning ko'zida shunday bir hukm paydo bo'ldi hamdi. Bu boshtilam xayriyatini. Qaysi kunsi biraylan bunda debdi-da, ilaqi ma'lum bir mesela İlham To'xti deyiladigan gapning eng yuqorisini dedi. Albatta İlham To'xti ma'lumki bizning hurmatimiz nihoyat yuksak. Xitoyda qanchalik tamam. Ama İlham To'xti muallimdan burunmi mustaqillik nima uchun kurashgan xalq yo'qmi Sharq Turkistonda-chu? Onun uchun bedel to'lagan o kök bayroqni ko'tarib Sharq Turkiston xalqining mustamlikadan quturish uchun shu milliy irodani namoyon qilib imkon xalq yo'qmi? Bati albatta. Kürmüngan xalqimiz, kürmünlagan nimimiz özününki qo'lidan ketadigan imkoniyatlar bilan bu mustaqillik irodasini bu mustamlikadan qutulish uchun har xil shaklda qarshilikni bildirib keldi va harakat qilib keldi. İlham To'xtining nimasi kelganda ular o'zininki chiqish nuqtasi bilan bir nimani talab qildi va umi mag'lub bo'ldi. Aslida mushu deganingiz hozir mush so'zlagan narsa asli İlham To'xtining uchirgan oqibati bugun Sharq teshida faoliyat qilayotgan bütün siyosatchilarga eng cho'ng bir qo'lidagi bir kozir aslida. Qarab baq yani. Bizning mustaqillikdan boshqa hech bir yo'limiz yo'q deyish uchun bir fursat ular uchun. Yani bizning ichimizdan chiqqan, Xitoyning qonunini o'qigan, shu yerda o'qituvchilik qilgan bir samimiy bir odam va Uyg'ur millati hech qanday bir siyosiy tashqi bilan aloqasi yo'q. Xitoyning o'zining yozib qo'ygan qonunini ijro qil deganligi uchun muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan bir dushman bor bizning oldimizda. Uyg'ur millatining uning bilan teng yashashi, barobarlikni kutishi mumkin emas deb deyishi uchun eng cho'ng bir kozirda qo'lidagi aslida. Bu to'g'ri. Ondan keyin yana bir ansiraydigan nimalar bor. Masalan, biz mustaqillik desak, nimalarni desak, bizga yordam pulini qo'llamaydi. U qo'llamaydi. Ishxonadan chiqarib etmaydi, bizning kallamizni olmaydi. Manası uçup gelsin. Garipte söz erkinliği deyilgan nima var. Bu biz özümüzün Şərq Türkistan meselesini özümüzün qanday bir tarafdaş haqqımız var. Bunu hiç kim çekleyemeydi. Meyli bizim kallımızın alsın, qanday nima bo'lsin, biz o meydanı oturup qo'yalashimiz kerak. Rad qilinmaydigan bir haqiqatni oturup qo'yishimiz kerak. Masalan, 2019'da men Yevropa İttifaqidagi shu tashqi ishlarga mas'ul Federika nimaninki xonimninki mas'ul baş nimasidan ko'rishdim. Görüşüp bu Şərq Türkistan meselesindeki bular insan hakları meselesinden de deganlikin bir yerde ben oturup koydum. Tamam sizlerininkini imkanlarına rahmet deyimiz. Ama Şərq Türkistan meselesi fakatlam ki insan hakları meselesi emas. Bir yerde bir söylengan bir zaman var. Bu zamanın nimisini sizler jeopolitik aletten görüşünler gerek. Bir yerde Xitay'ninki dünyaya hakim buluş nimisi var. Bu noktalarda Avrupa İttifaqı mı? Fakatlam insan hakları meselesinde küçük ramkadan kömey, bunun jeopolitik alette bu yerde bir besvilingan zemin meselesi kendikini Xitay'nın bir yerdeki manda sebepten bu zulümün buluvatkallığı, bu irqi qırgınçılık buluvatkallığı görüşünler gereksem, deginin toğra deydi. Aşağıda ottağı bilen guvaçılar var, aşağıda qısaq buldu mesela. Deginin toğra deydi, ret kılanma diyor adam. Çünkü biz hakikatini koyuyoruz. Deginin top toğra ama biz o noktani bugün açıkçası biz tayyor emas, ama sizler davamlı açıklanlar deydi degen o adam. Hoş. Yani bizden koyganımızın ola hata demedi. Yani toğra ve özünün koyuşka imkansız işkenlikini hazır şunu tekitledi. Samimi adette. Yani bunu demek çoğunun teşkilatla yani milli iradenin imkanı asasında
rad qilolmaydigan bu haqiqatni, Sharq Turkiston masalasini to'liq nimasi bilan chiqib, dunyoga to'liq tushuntirishimiz va Sharq Turkiston masalasini abay deganimizdek davlatchilik zihniyati bilan bu ulus, ya'ni davlat deb hisoblangan bir ulus shaklda harakat qilishga o'tishimiz kerak. Hakikaten bu sözünüz bana Biden'ninki bir sözünü esletti. Hoş. Şu ötkende bir televiziya kanalına muhbirinin ziyaretini kabul kılganda Tayvan siyasetinin texinbek roşerleşkenlikini bildirgen bir söz hem de Biden'nin bu sözü. Biz bir Xitay siyasetini kollayımız, biz bu siyasette bir tevrep kağınımız yok. Bu müstakillik meselesi Tayvan halkının özünün işi. Tayvan halkı talep kılıvatıdı. Ulanın otur koygan bir işi degen nesine. Tuncu kıtım yani bir Amerika'nın beşideki bir en prezident olan adamın ağzını çıkardı. Bu hem Tayvan'a uçur, hem hemmeye uçur da bu hem de. Doğru. Arkança bütün biz diyemeyiz desem o davasını kılıvatkan siyasiler, teşkilat reisleri bunu uçuk aşkar deyiş gerek de bunu. Biz Xitayga nispeten andiken bütün devletlerin rehberleri Xitayga nispeten biz elbette sizinki bir Xitayning zemin bütünlüğünü onu qoğdaymiz deb degan taqdirda bu Uyghur xalqininki o'zininki talab qilayotgan narsa bu deb xuddi Biden bu so'zni degandek deyalaydi-ki boshqa tashkilotlarmi, boshqa davlatlarning rahbarlarimi yani. Buna da'voning egalari buni qo'qab deyamasa hamda afsus. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Sizlarga rahmat. Aldık inşallah. Müşahede etken bu programı. Buldu. Barlıq görməyənlərə rəhmət. Rahmet, Allah razı olsun. Qadirli görmənlərimiz şuna qılıb bugünkü 32-ci tanımız vaqe və mülahizə programımızın müşahede axırlaşdırayla. Əlbəttə nəhayəti mühim məsələ ixcham şəkildə tanışdırğan olduq. Allah ömür bəsə yeni bir qatımlıq programımızda başqa bir temada yüz görüşküçə aman boğayslar. Assalamu aleykum və rahmetullahi teala ve berekatuhu.